Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana o'zgacha mahsulotimizni sizlarga ko'rsataman. Aniq bunaqa mahsulotni o'zga joyda ko'rmagansizlar. Bu haqiqiy ixtiro. Nima vazifa bajarishini ham aytib o'tib ketaman. Mana oldin garelkalarni yoqib olamiz. Garelkalarimiz ham 2 kamerali. Mana birinchi kamerani ochamiz. Mana. Xohlasa ikkinchi kamerasini ham ochib olamiz. Mana ikkinchi kameramiz ham yondi. Bu uskunamizga 10 xil qozon ketadi. Mont qozon, ko'p narsalar ketadi. O'shani ko'rsatib o'tib ketamiz. Hozir qozonlarimizni qo'yib boshlaymiz. Mana gazni o'zimiz pasaytirib olganmiz, kuyib qolmaylik deb. Birinchi katta qozonimizdan boshlaymiz. Mana 80 litrlik qozon. Zo'r tushyapti. Tagidagi masofasi ham yaxshi, issiq zo'r beradi. Endi 60 litrlik qozonimizni ko'rsatib. Mana 60 litrlik qozonimizda ham masofasi zo'r, cho'tki tushyapti. Mana. Endi 50 litrlik qozonni qo'yamiz. 50 litrlik qozonimiz ham zo'r tushdi. Bunda ham masofa juda yaxshi, zo'r issiqni beradi. Endi bo'ldi. 50 litrlikda to'xtatamiz, chunki undan kichkina qozonlarimiz tushib qoladi, garelkaga yaqin bo'lib qoladi. Shuning uchun bu moslamamizni aylantirib olamiz. Mana moslamamizni aylantirib oldik. Bu tomoni kichkinaroq. Endi mana 40 litrlik qozonimiz zo'r tushdi. Masofasi zo'r garelkaga. Endi 30 litrlik qozonimiz ham olaveradi. Mana 30 litrlik qozonimiz ham zo'r tushdi. Endi bundan kichkina qozonlar bunga tushmaydi. Mana shunday olamizda bu moslamamizni olib qo'yamiz. Mana bu moslamamizni olib qo'yamiz. Endi kichkinaroq moslamamiz bor, mana. Buni qo'yamiz, mana. Plotni tushadi. Bular boltkaga qatiriladi. Endi hozir qatirmaganmiz. Mana 22 litrlik qozonimiz. Zo'r tushdi. Men bularni to'ylarga olishni tavsiya qilaman. Xohlagan narsangizni qilaverasiz. 16 litrlik qozonimiz. Mana. Bu ham zo'r tushdi, mana. Gazga o'tirib qolgani yo'q, mana 16 litrgacha oldi. Endi bundan bag'iga gaz qozonlarimizni qo'yamiz. Gaz qozonlarimizga oldimizdagi gazlar kerak emas. Shuning uchun birinchi kamerani o'chirib qo'yamiz. Mana ikkita kamera yetadi, mana. Bemalol olib beravering. Gaz qozonlarimizga ikkita garelka yetadi, mana 10 nuradi hammasi. Bu ham o'rnadi, mana zo'r. Endi bu moslamamizni yana bitta narsada ishlatsak bo'ladi, mana. Suv qaynatgani bokimizni o'rnatamiz, mana. Mana suv qaynatgani bok, nijeveka boklarimiz o'rnaydi. 80 litrlikni sinaganmiz, 10 minutga qolmay qaynatadi. Mana. To'ylarga ishlatgani shu. Xohlasa mana 2 kamera qilib ishlatadi buni. Xohlasa o'ntalik qilib ishlatadi. Bu endi talabga qarab, misol kattaroq 100 litrlik, 80 litrlik qozonlarni ishlatayotganda hammasini yoqib oladi. Endi gazimizni bosimini ham ko'rsatib o'tib ketaman. Ishlatib bo'lgandan keyin buni tormizdan chiqarib olamiz. Xohlagan joyingizga ketaveradi, mana. Ko'tarishingiz ham shart emas. Shunaqa qulay narsalarni yaratib qo'yganmiz. Bu ishlab chiqarganmiz, uzr, yaratganmiz devardi. Mana shunaqa mahsulotlar kimga kerak bo'lsa, bu 10 tasi birda. Bunga mont qozon qo'yib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Yana boshqa narsalar qo'yib ishlatsangiz ham bo'laveradi. Haqiqiy universal, o'zbek yigiti ixtirosi desa ham bo'laveradi. Manzilimiz Farg'onaning Chimyonida joylashgan. Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, yasab beramiz. Xo'p, bu mahsulotimiz komplektda garelkamiz, shlankamiz, reduktorlarimiz komplekt bo'ladi. Keyin narxiga kelsak 2 million 500 ming so'm bo'ladi. Vodiy bo'ylab yetkazib berish mutlaqo tekin. Toshkentda ham vodiyda pitagigacha mutlaqo tekinga yetkazib beramiz. Agar boshqa joylariga olib boradigan bo'lsa, shopir bilan kelishib oladi. Vohalarga yo'l kirasini kelishamiz.
Kimga shunaqa mahsulotlar kerak bo'lsa, ekranda telefon raqamlarimni qoldirib ketamiz, aloqaga chiqaverasiz.